ko'p elektromobilida bitta muammo bor. Agar siz elektromobil haydaysiz, bu muammoni ko'rgan bo'lishingiz kerak. E'tibor bilan kuzatamiz. Zapaska yo'q, lekin buni yechimi bor. Qarang. Mana bu apparatga ko'zingizga tushgan bo'lsa kerak, bu apparat o'zini chirog'i bilan mashinani g'ildirigi, misol uchun yoriladigan, teshiladigan bo'ladigan bo'lsa, yo'lda qolib ketmasliklarini oldini olib beradi. Nafaqat mashina uchun, velosiped uchun yoki bo'lmasam koptok uchun. Hozir kakras yoz mavsumi basseynlarni to'ldirishda bizga yordam beradi. Agar off-roadga tog'ga chiqaman desangiz, tog' palatkasini ham ishirib, cho'tka qilib beradigan mana bu apparat bo'ladi. Mana shu tarafida kam edi o'zi. Hozir ko'ramiz qancha. Mana 2 yutor qilib qo'yamiz buni ham. Ketdi. 2 10. Ana, o'zi o'chdi. Zo'rmi? Xohlasanglar mashinani o'ziga ulab qo'ysanglar ham bo'ladi. Batareykani olasizlar. Mana o'zini korobkasida переключитель bo'ladigan joyi bor. Bu gibrid. Xohlasanglar mashinani o'ziga, xohlasanglar akkumulyator sotib oladigan bo'lsangiz, bu akkumulyator to'lsanglar hamma instrumentga tushadi. Faqat bu uchun emas. Bitta bu akkumulyator olsanglar shuncha instrumentga tushadi. Bu degani universalniy. Boshqa qayta olib yurishinglar kerak emas. Hozirgi zamonaviy apparatlarning hammasi отдельно chiqadi. Har doim akkumulyator sotib olishingiz shart emas. Apparatni o'zini oladigan bo'lsangiz 480 ming so'm, agar batareyka, zaryadniy устройствоni oladigan bo'lsangiz yana taxminan 600 ming so'm to'laysiz. Bir marta agar buni oladigan bo'lsangiz bo'ldi. Shuncha instrumentga tushadi degani mana. Bitta akkumulyator oldingiz, har doim instrument olayotgan paytda akkumulyatorga lishniy rasxod qilmaysiz. Bu degani akkumulyator o'zi yetib ortadi va akkumulyator professionallik hisoblanadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Toolsen brendida o'zimga oldim, sizlarga ham tavsiya qilaman. Dam uradigan apparat.